Meni film qayerda? Filing kerakmi? O'nbak, men seni filingman. Meni qiynashyapti, meni albatta top. O'zbekistondaman. Filmni topishim kerak. Hozir boshqa kiyim kiyib sharmanda qilyapsan odamni. Voy, nimani o'ylayapsan? Meni filmni o'g'irlagan odam. Yo, boshqa odammi? Вообще o'zbek u. Tinchlik aka? Meni film qani? Qanaqa? O'zing jinnilikka solma filmni sen o'g'irlagansan. Prank qilyapsizmi? Kimsiz siz? O'nbakmi? To'g'rimi? O'nbak. Senga bir kun muhlat, filmni topib qo'y. G'alati odam-a. Shaxmatchimikin filmni oldirib qo'yib jinni olib qo'yganmikin? Xon saroyi fazo loyihasidan xarid qiladigan bo'lsangiz, 22 oy muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Temir yo'l vokzalining yonida. Menga ma'qul. Hey! Meni film qani? Jonga tegdi bu odam. Kechadan beri filga boshqarog'i bo'lganmisiz? Men hujjatlarimni sochaverasiz aka? Asabiylashmang aka, tinchlikmi? Nima? Senga berilgan muhlat tugadi, fil qani? Aka, jon aka, O'zbekistonda 37 mingta aholi bor. Nima menga osilib oldingiz? Boshqa odam toping. Topasan filni. Aka, nima? Biza bakmi deb zotingiz nima edi? Men aka filni ko'rganim yo'q. To'g'risini aytayapman, ko'rganim yo'q.